O'yinlarning eng yomoni odamlarning ko'nglini o'yin qilishdir. Bunday o'yinchi ko'ngil binosini qurmaydi, balki uni qulatadi. Qulagan ko'ngillarga esa ishonchsizlik urg'uni ekadi va qalbi qattiq maxluqlarning shakllanishiga sababchi bo'ladi. Mana shu yerda Antuan de Saint-Exupéry bilan fikrimiz bir joydan chiqadi. O'zingga o'rgatgan har bir inson uchun hamisha javobgarsan. Kaçga tancha bo'ladimi? Yo'q, uzr tanisholmayman. Telefon nomeringizni bering. Mayli, yozib oling. 95 907 42. Alo, yaxshi qiz. Assalomu alaykum, stomatologiya eshitadi. Likey